Endi qon najosat, mana bil ittifoq qon najosat hisoblanadi ulamolar ittifoqiga ko'ra. Agar qon chiqadigan bo'lsa tahorat sinadi. Ulamolarimiz bu xususda bir necha dalillarni keltirib o'tganlar. Ba'zi odamlar bu borada bir sahih hadis yo'q, bir sahih dalil yo'q deyishadi, lekin ulamo ikromlarimiz aytadilarki, Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladi. Fatima bint Abi Hubaysh kelib, "Ya Rasululloh, men mustahozaman. Ya'ni doim qon kelib turibdi mendan. Namozni tark qilamanmi? Namozni o'qimaymanmi?" deganlarida, "Yo'q, o'qiysan" deganlar. Hayz kunlari kelganda namozni tark qilasanda, ana hayz kunlaring o'tgandan keyin, odatiy kunlaring o'tgandan keyin har namozga tahorat qilib namozni o'qiyverasan, chunki u innama zaliki irqun deganlar. Chunki u tomir deganlar, ya'ni tomirdan chiqayotgan qondir deganlar. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qonni chiqishligini tomirga bog'layaptilar. Qaysi bir tomirdan qon chiqadigan bo'lsa tahorat sinadi. Albatta, insonni har yeridan qon chiqadigan bo'lsa, u tomirdan chiqayotgan qon hisoblanadi. Shu e'tibordan mana shu hadis bizning ulamolarimizga dalil bo'ladiki, bizning dalilimiz bo'ladiki, tahoratni qon chiqishligi tahoratni sindiradi. Boshqa bir hadislarda ham, xo'p, Abdurrazzoq rivoyat qilgan hadisda ham sahih yo'l bilan keladi. Kim burni qonaydigan bo'lsa yoki qayd qiladigan bo'lsa namozda falyansarif, qaytib borib tahorat qilsin va qaytib kelib o'sha joyiga namozini davom ettirsin deganlar. Demak, burun qonashi bilan ham tahorat sinishligi ushbu hadisdan ma'lum bo'lmoqda. Imom Doraqutniy rivoyat qilgan hadisda ham mazkur ma'nodagi rivoyatlar bor. U ham hasan darajasidagi hadis hisoblanadi. Shu bois qon chiqishligi, insonning badanidan qon chiqishligi tahoratni sindiradi deb aytamiz.